Ukraina Rossiyaning Qrim bilan bog'lovchi trassaga hujum qilmoqda. O'zbekiston benzin va gaz importini keskin oshirdi. PSG ketma-ket 2 marta Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibi bo'ldi. Ukraina Rossiyaning Qrim bilan bog'lovchi trassaga hujum qilmoqda. Rostov oblastini anneksiya qilingan Qrim bilan bog'lovchi R280 Novorossiya federal trassasi bo'ylab harakat Ukrain dronlari zarbalari tufayli to'xtatildi. Bu esa yarim orolda benzin taqchilligini yuzaga keltirdi. Yoqilg'i quyish shoxobchalarida kuniga 20 litrdan ortiq benzin sotib olish mumkin emas. Ko'plab zapravkalarda umuman yoqilg'i qolmagan. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasiga front ortida bosimni kuchaytirish va uning faol hujum harakatlarini olib borish imkoniyatidan mahrum etish uchun logistika lokdaunini boshlayotganini ma'lum qildi. Zaporojye oblastining anneksiya qilingan qismining Rossiya tomonidan tayinlangan rahbari Yevgeniy Balitskiy 29-may kuni Ukraina qurolli kuchlari masofadan minalashtirishning kompleks tizimini qo'llayotganini aytdi. Dronlar portlovchi qurilmalarni yo'llarga joylashtirib chiqadi va harakat qayd etilganda ular ishga tushadi. Balitskiy haydovchilardan zarurat bo'lmaganda safarga chiqmaslikni so'ragan. Zaporojye oblastining anneksiya qilingan qismi transport vaziri Nikolay Lukashenko esa Qrimdagi trassa odatiy rejimda ishlayotganini va uzoq muddatli to'siqlar yo'qligi, ammo yo'lning ayrim uchastkalarida harakatlanishda operativ vaziyatga bog'liq ravishda muammolar bo'lishini aytgan. Xerson oblastining anneksiya qilingan qismida 21-maydan boshlab Qrimga boradigan yo'l bo'ylab safarga chiqish cheklandi. Hududning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Vladimir Saldo tegishli farmonni imzoladi. Harbiy yuklar, yoqilg'i, dori-darmonlar va tez buziladigan mahsulotlarni tashiydigan transport vositalari bundan mustasno. 29-may kuni Saldo, Xerson va Zaporojye oblastlari chegarasida dron tomonidan qo'yilgan mina portlashi oqibatida KAMAZ haydovchisi halok bo'lib, yana bir necha mashinaga shikast yetkazgani haqida xabar berdi. Minalar yo'lning qatnov qismiga va yo'l chetida tashlangan. Ular harakat vaqti ishga tushadi. Shuning uchun fuqarolik transporti uchun ajalvor xavf tug'diradi, deya yozgan Saldo Telegramda. BBC jurnalistlari bilan suhbatlashgan ekspertlar Qrimga boradigan yo'lni Ukraina tomonidan Ukraina dronlarining asosiy nishonlaridan biri deb atashdi. Atom Mundi tahlil markazida ishlovchi osen tadqiqotchi Kliman Molinning hisob-kitoblariga ko'ra trassada brazillikda avtomobil yo'q qilingan. Bu faqat u tekshirib tasdiqlay olgan ma'lumotlar, aslida esa yo'q qilingan mashinalar soni 2 barobar ko'p bo'lishi mumkin. Balitskiy dushman Qrimga quruqlikdagi yo'lakka zarba berish orqali blokada illyuziyasini yaratishga harakat qilayotganini aytgan. Saldo esa Ukraina qurolli kuchlari hujumlarini Leningrad qamali bilan taqqoslagan. Bu surbetlarcha vahshiylik. Bunday xatti-harakatlar o'zining shafqatsizligi bilan Leningradning fashistlar tomonidan qamal qilinishini eslatadi. O'shanda dushman odamlarni qo'rqitishga, hududlar o'rtasidagi aloqani buzishga va tinch aholining irodasini sindirishga uringan. Novorossiya trassasi Rostovdan Ukrainaning anneksiya qilingan hududlari orqali Simferopolgacha boradi. Bu Qrimga yoqilg'i yetkazib berishning asosiy yo'llaridan biridir. Benzin Kerch bo'g'oz orqali paromlarga ham tashiladi, ammo bu ob-havo sharoitiga bog'liq. Shuningdek, Qrim ko'prigiga hujumlar tufayli bu yo'l orqali yoqilg'i tashilmay qo'ygan. Ukraina dronlarining trassa bo'ylab zarbalari Qrimda benzin taqchilligiga olib keldi. Sevastopol rahbari Mikhail Razvojayev 29-may kuni shahardagi zapravkalarda 92-95 yoqilg'ilar yo'qligi ma'lum qildi. Shuningdek, ko'plab zapravkalarda dizel yoqilg'isi ham qolmagan. Razvojayev yaqin vaqtlar ichida ta'minoti tiklanishiga va'da bergan. Shu bilan birga, hukumat yoqilg'i yetkazib berish masalasi bilan qo'l rejimida shug'ullanayotganini tan olgan. Razvojayev benzin taqchilligi sababiga to'xtalmagan. U faqatgina sabablari barchaga ma'lum bo'lgan logistik murakkabliklar saqlanib qolayotganini aytishi bilan cheklangan. Majburiy cheklovlarga ko'ra Qrimda bir haydovchi kuniga faqat 20 litr benzin sotib olishi mumkin. Hudud yoqilg'i va energetika vazirligi saytida benzin bor avtomobil quyish shoxobchalari ro'yxatini e'lon qilib boriladi. Qrim rahbari Sergey Aksinov aholidan benzinni keragidan ortiq miqdorda sotib olmaslikni so'radi. Agentство Aksinov 2025-yil dekabr oyida yoqilg'i taqchilligiga yo'l qo'ymaslikka va'da berganini eslatdi. Biz yangi logistika sxemasini qo'lladik. Endi bizda yoqilg'i har doim bo'lishiga ishonch hosil qilishimiz mumkin, degandi u.
O'zbekiston benzin va gaz importini keskin oshirdi. O'zbekiston 2026-yil yanvar-aprel oylarida benzin va gaz importini sezilarli ko'paytirdi. Yarim yil deganda ilk bor oltin eksport qildi. Statistika qo'mitasining navbatdagi sharhida asosiy raqamlar kiritilgan. Mamlakat 4 oyda 997 milliard dollarlik eksportni, 1635 milliard dollarlik importni amalga oshirdi. Tashqi savdoda eksport ulushi 2025-yil mos davriga nisbatan 16,8% ga qisqargan bo'lsa, import hajmi 26,7% ga o'sdi. Eksportda xizmatlar ulushi yuqori. Mamlakatning 4 oylik xizmatlar eksporti hajmi 3,6 milliard dollarga yetgan. Bu umumiy ulushning qariyb 34,7% ga tengdir. Respublikada yarim yillik tanaffusdan so'ng aprelda 1,5 milliard dollarlik oltin eksportini ham amalga oshirgan. Mazkur qiymat yanvar-apreldagi jami eksport ulushining 15,1% ni tashkil etgan. 4 oy davomida xorijga 1,5 milliard dollarlik sanoat tovarlari, 753 million dollarlik oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar sotilgan. Jumladan 463 million dollarlik meva-sabzavot, 205,9 million dollarlik donli ekinlar sotuvi amalga oshirilgan. O'z navbatida 447,5 million dollarlik mineral yoqilg'i va moylash materiallari pullangan. Mazkur tarkibda neft mahsulotlari sotuvi 234,3 million dollarni tashkil etib, 2025-yil mos davriga nisbatan 55% ga o'sgan. 4 oy davomida 129,4 million dollarlik tabiiy gaz eksporti amalga oshirilgan. Bu o'tgan yil mos davriga qaraganda 35,2% ga kam. Elektr toki eksporti ham yillik hisobda 4,2% ga qisqarib, jami 82,8 million dollarni tashkil etgan. Yanvar-aprelda mamlakat 596,4 million dollarlik to'qimachilik mahsulotlarini eksport qilgan. Shu bilan birga chet elga 570,2 million dollarlik rangli metallar sotilgan. Import tarkibi. Yanvar-aprel oylarida import hajmining eng katta ulushi doimgidek mashinalar va transport asbob-uskunalari xaridini tashkil etgan. Bu esa 5,5 milliard dollar. Bu umumiy import hajmining qariyb 33,7% ga teng. Mazkur turkumda avtomobillar xaridi 1,3 milliard dollarga, elektr mashinalar va jihozlar ulushi 1 milliard dollarga yetgan. O'z navbatida mamlakatga 1,9 milliard dollarlik oziq-ovqat mahsulotlar va tirik hayvonlar, 1,44 milliard dollarlik mineral yoqilg'i va moylash materiallari olib kirilgan. Oziq-ovqatlardan 321 milliard dollarlik go'sht va go'sht mahsulotlari, 236,8 million dollarlik shakar, shakardan tayyorlangan mahsulotlar hamda asal importi sezilarli ortgan. Mineral yoqilg'ilar tarkibida 821,5 million dollarlik neft va neft mahsulotlari o'rin olgan. Xususan benzin importi 327,1 million dollarni tashkil etgan. 2025-yil yanvar-apreliga nisbatan 2 baravar oshgan. Dizel importida ham 20% o'sish kuzatilgan. Joriy yil yanvar-aprel oylarida O'zbekistonga 508,3 million dollarlik tabiiy gaz import qilingan. Bu ko'rsatkich 2025-yil mos davriga qaraganda 53,6% ga ko'pdir. O'z navbatida kimyoviy vositalar importi 2 milliard dollardan oshib, yillik o'sish 22,6% ga yetgan. Yana 2,5 milliard dollarlik sanoat tovarlari, 1,6 milliard dollarlik xizmatlar import qilingan. Xizmatlar importi tarkibida safarlar ulushi 755,9 million dollarga yetgan. 4 oy ichida 998,4 million dollarlik chuyan va po'lat importi amalga oshirilgan. Eng yirik savdo hamkorlar. O'zbekistonning birinchi raqamli yirik hamkori Xitoy bo'lib qolmoqda. Yanvar-aprel oylarida ikki mamlakat o'rtasida 6,2 milliard dollarlik eksport va import operatsiyalari amalga oshirilgan. Keyingi o'rinlarda Rossiya 4,5 milliard dollar, Qozog'iston 1,8 milliard, Turkiya 920,6 million dollar va Afg'oniston 728,2 million dollar bilan savdo ulushi yuqori bo'lgan. O'zbekiston 4 oy davomida eng ko'p eksportni Rossiyaga amalga oshirgan, ya'ni 1,4 milliard dollarlik. Mamlakat importida esa Xitoy peshqadamlik qilmoqda, 5,3 milliard dollar. PSG ketma-ket 2 marta Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibi bo'ldi. Budapeshtdagi Pushkash Arena stadionida Parijning Paris Saint-Germain va Londonning Arsenal klubi o'rtasida 2025-2026-yilga Yevropa Chempionlar Ligasi finali bo'lib o'tdi. Uchrashuvning 6-daqiqasida Arsenal futbolchisi Kai Havertz hisobni ochdi. 63-daqiqada Moskera jarima maydonida Kvaratskheliyani yiqitdi va Arsenal darvozasi tomon penalti belgilandi. Dembele penaltini aniq bajarib, hisobni tenglashtirdi.
O'yinning asosiy vaqti va qo'shimcha taymlarda darvozalar ishg'ol etilmagach, penaltilar seriyasi belgilandi. Penaltilar seriyasida PSG 5-4 hisobida g'alaba qozondi. Parijliklar Realdan keyin chempionlik unvonini himoya qilgan ikkinchi jamoaga aylanishdi. Real bu natijaga 2016-2017 va 2017-2018-yilgi mavsumlarda erishgandi. Jamoalar o'tgan mavsum yarim finaliga o'zaro to'qnashgandi. O'shanda Luis Enrique boshchiligidagi jamoa har ikki o'yinda g'alaba qozonib, ikki uchrashuv natijasiga ko'ra 3-1 hisobida ustun kelgan. Keyin esa finalda Interni 5-0 hisobida mag'lub etib, klub tarixida ilk bor Chempionlar Kubogini qo'lga kiritgandi. Jamoalar bugunga qadar jami 5 marta to'qnash kelgan. O'tgan mavsum umumiy bosqichda Arsenal g'alaba qozongan. 2016-17-yilgi musobaqada esa raqiblar 2 marta durang o'ynagan. Budapeshtgacha bo'lgan yo'lda jamoalar turlicha uslubda harakat qildi. Arsenal himoyadagi ishonchli o'yini bilan ajralib turdi. To'pchilar 9 ta uchrashuvda o'z darvozasini daxlsiz saqladi va umumiy bosqichda atiga 4 ta gol o'tkazib yubordi. PSJning asosiy quroli esa hujumdagi samaradorlik bo'ldi. Parijliklar ushbu musobaqada 99-2000-yilgi Chempionlar Ligasida 45 ta gol urgan Barselona rekordini takrorladi. Arsenalning yuksalishi bosqichma-bosqich kechdi. 2023-24-yilgi mavsumda chorak final, keyingi mavsumda yarim final va endi esa 2005-2006-yildan beri ilk marta final. E'tiborlisi, har ikki jamoa bu yilgi mavsumda o'z mamlakatlari birinchiligida chempionlikni qo'lga kiritishdi.